mahallada duv gap bo'lgan Cobalt-larimizni hozir qisqacha obzor qilib beraman. Men motorlarigacha ham ko'rsatib beraman. Bu modelimiz mana Style MCM 156 million 100 ming. Bu esa Midnight'imiz 165 million 200 ming. O'rtoqlar, MCM Style'da kojani bo'lmaydi, sidenkalari, hamma narsasi, lekin bitta narsa zo'r o'zgargan. MCM Midnight'da esa hamma sidenkalari kojani, eko kojadan qilingan. Bunda ham xuddi shunaqa CarPlay o'qiydigan, Android o'qiydigan shunaqa monitorlar o'rnatilgan. Undan tashqari esa rullari ham o'zgargan. Rullardan bemalol boshqarsangiz bo'ladi, telefonni olsangiz bo'ladi, qo'ysangiz bo'ladi, balandpast qilsangiz bo'ladi. Sidenkalarda abogref o'rnatilgan, abogreflarni bir-birdan yoqsangiz bo'ladi. Undan tashqari esa oldingi Cobalt-lardan farqli o'raloq mana takomillashgan vamos qo'yilgan. Bu yoqilg'ini tejaydi va mashinani yaxshi yurishiga xizmat qiladi. Sizlar ko'rib turgan bu Cobalt MCMni kim agarda onlayn do'g'ri olgan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilib kelsanglar bo'ladi. O'zingizlarning pasportingizga avtokredit qilib chiqarib beramiz. Endi bu do'g'rilar hammasi yopilgandan keyin pul to'laydiganlar bor, pul to'lamaydiganlar bor. Pul to'lamaganlar uchun yana boshqa talab onlayn do'g'ri ochiladi degan gap bor. Shoshilib olinglar. Yangi do'g'ri ochilganda onlayn do'g'ri olinglar, hamma olib kelinglar, biz sizlarga avtokredit qilib chiqarib beramiz.